11-qism. Man o ishlarni ko'rib bardoshlik berib bo'lolmadim. Darhol quralimni qo'limga elib batladim. Man o narsaning naq ma'nosini nishonladim. Tuyuqsiz heliq küçük yenimde paydo bo'lib g'ingshishga boshladi. Bu yerdan ket. Küçükning qo'shi bilan tang meni nas bosdi. Heliqi olvasti bo'lsa, men tarafga qarab giganit yilonga bir nimalarni deb buyruq qildi. Giganit yilon bo'lsa, men tarafga kelishga boshladi. Men bo'lsam, küçükni ko'tirgunimcha yugurib qochishga boshladim. Men qanchalik qochqinimni bilmayman. Xeyli uzun qochqandan keyin tuyuqsiz oldimda bir narsaga ussidim. Otel heliqi ko'rinmas to'siq edi. Men uningga ussib olgandan keyin o'shimdan ketibdiman. Ko'zimni ochgan vaqtimda bo'lsa, allaqachon qorong'i tushib ketgan edi. Küçük bo'lsa, atrofimda peqirab yuribdi. Men darhol küçükni elib bu o'nkirga qaytib keldim. Kecha o'nkirning sirtida bo'lsa, nurg'un tevishlar anglandi. Ba'zilari hayvonlarning tevishi, yana ba'zilari bo'lsa, ko'zi oqirib ketgan heliqi mo'rdiga o'xshaydigan mening odamlarimning tevishi. Balkim ular meni izlayotgan bo'lsa kerak. Shunda qilib men kunduzi sirtqa chiqsam, kechasi o'nkirga kirib, sog' 20 yilni o'tkazdim. Ta bugunga qadar tirkishib boqqan bo'lsam-mo, bu yerdan faqatla chiqib ketolmadim. Necha qitimlab o'lib olishni o'yladim. Ammo unda qololmadim. Chunki men Boturning hayot ekanligini bilatdim. Onu elib chiqib ketaman deb va'da bergan. Ularni qayta izlab boqmadingizmi? Izladim, ammo o'nkirga kirsam topa olishim mumkin. Biroq sirtda uchirtib boqmadim. Aziz bu deganlaringizning hammasi rasmi? Qayrixonda sana yolg'on gap qilib o'ltirganga vaqtim bormi mening? Yo'q, mundaqla so'rab baqdimamda. Demak, mening odamlarim sizning odamlaringizdek bo'lib qolganmidi? Ularning o'nkirga kirib ketganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ammo qaytib chiqqanligini ko'rib boqmadim. Boyning so'zlab bergan hikoyasini anglagan atrat boshlig'i bilan to'xtab bo'lgan xeyli uzungacha bir-biriga qarab turib qolishdi. Agar boyning so'zlab berganlari haqiqatan rost bo'lib qolsa, ularmi o'xshash boydek bu yerdan chiqib ketamasligi mumkin. Baba, siz bana bir narsa ko'rsatgan, esingizda bormi? Nima ko'rsatgan edi? Heliqi o'nkirning oldida daraxtga o'yuqliq heliqi xat. O xatning ma'nosini bilamsiz? Tuyuqsizda so'rab qolding-ku. Balkim bu yerdan chiqib ketishning siri o'sha xatda bo'lishi mumkin. Yo'q, men o yoziqni toniy olmadim. Tatala, qanday yoziqkan? To'g'ri, sen xeyli yoziqlarni bilasan. Uni ko'rib baqsan qanday? Hozir bo'lmaydi. Tong otqanda yo'lga chiqsaq bo'ladi. Ahmad Taraza va To'xtbukan bo'y bilan birga mushu o'nkirda tunagandan keyin tong otqanda yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Agar rostali bo'y ko'rsatgan o'sha daraxtga o'yilgan xatda bu yerdan chiqib ketishning siri yozilgan bo'lsa, ishlar texmi yaxshi bo'ladi. Ahmad Taraza shularni o'ylab kecha ko'ziga uyqumi kelmadi va tong otog'i yaqin uxlab qoldi. O'rninglardan turinglar, tong etibdi. Men endi uxlaganda qilgan-ku. Shundaqmi? Bu yerda uxlashga bo'lmaydi. Sagak turmasanglar, o'lib ketsizlar shu. Rost, ismingiz nima, yigit? Mening ismim Ahmad. Bu yoqning ismi To'xti. Bo'ladi, amsa. Yo'lga chiqayli. Azroq bir narsa yavagandan keyin ondan berib, heliqi xatni ko'rib boqayli.
balkim biror foydasi tegib qolsa ajab emas. Biroq bu yerda yegilik narsa bo'lmasa, shundoq, bu yerning sharoitida ancha yeydigan narsaning tayini yo'q. Ammo esil yemaklikdan biri bor. Aziz boy shundoq degunicha og'zi yepiqliq bir yog'och tangning ichidan o'lib ketgan bir necha chashqonning quyrug'idan tutib oldi. To'xtang, bizni chashqon ya demaydigansiz? Kim senga chashqonni ya dedi? Ama sen nima qilasan? Yamchi qilaman, o'ylayman. Chashqonni yeydigan narsani biz yesak qanday bo'ladi? Bakli gaping jiqnima ekansan. Azboy shundoq degunicha bir necha chashqonni elib sirtqa chiqib ketdi va o'nkirning temig'i esib qo'ydi. O qurolni batliginicha o'nkir eg'iziga yo'shirinib saqlab turdi. Azbo, nimani o'ylaysiz? Hozir bilib qolasan. Darvaqa bir narsa yiroqdan uchib o'nkirga yaqinlashishga boshladi. Siz burkutni otmoqchimi? Uning o'q chiqarishi bilan tang yo'g'on bir burkut oldimga tushdi. Mana yaydig'inimiz bor bo'ldi. Hay, Ahmad, bu qari kaladan katimi qandaq? Burkutni qandaqmi yegili bo'lsin? Hay, qo'rsqon ochdimi? Ochdi. Amasa eg'izingni yumib, bu odam nima yesa sam shuni ye. Biroq burkutni qandaqmi bir yasta. Azbo, buni kavob qilamdiq yoki sho'rpa qilamdiq? Buni kavob qilamiz. Men burkut kavobiga bakli omroq. Shundoq mazalik. Shundoq qilib biz burkutning pini qirg'ib, ichi bag'rini odalagandan keyin uni kavob qildik. Uning bir chilem go'shini yegandan keyin uning naqadar mazalik ekanligini bildim. Pah. Voy, buning go'shi nimanda tatliq deyman. Ey, akagina, yemsang men yey. Men yeyman. Kim yemayman deydi? Talashmanglar, yana pa. Bo'lmasa chashqa yesanglarmi bo'ladi, ha? Bizning qo'rsqimiz to'ydi. Burkutni bo'lsa pak-pakis yeb bo'lgan edik. Amdilikda biz heyliqi xatni o'qish uchun Sharqratning yeniga mangdik. Ay, Azbo, heyliqi o'nkir zodi nada? O'nkirni so'rab nima qilatdi? Yo'q, mundaqla deb qo'ydi. Senga deb beray. O'nkir biz bormoqchi bo'lgan Sharqratning tovanki qismida. Tushundim. To'xtanglar, hech bir narsani payqadi. Batur, nimani bayqading? Jaranni bayqabdi. Jaran? Nemishqa paybiz jaran olab yemay burkut emas? Bu savolni yaxshi so'rading. Jaran yeyishga bo'lmaydi. Chunki jaran yovmogo yeyishga omroq. Jaranni yesang, menga o'xshash as tutish qobiliyating yo'q bo'ladi. Xotirangni qisqa muddat yo'qotsan. Amdi tushundingmi? Amdi tushundim. Demak siz jaran go'shi yeb mushnaq bo'lib qolganmi? Yo'q, yovmogo yeb. Jaran go'shima o'xshash. Biz parang bilan bo'lib mengib, oxiri Sharqratning oldiga yetib keldik. Bu yer rostli go'zalkan. Shundoq, bu yer bakli go'zal. Menmi amroq, ba'zida bu yerga kelib qo'yaman. Sharqratma rostli go'zal edi. Odam ko'rib boqmagan jonliq, quchar qushlar, gul-giyahlar odamni o'ziga maftun qiladi. Hay, ko'pchilik tomoshani hili qilib, daraxt ov yadigan. Berib hili xatni ko'rib boqayli. Men bilan cho'ringlar, bu tarafdan tushamiz. Biz qurib ketgan hili daraxtning oldiga yetib keldik va daraxtga yezig'liq hili xatlarni tafsiliy kuzatdik. To'xta, o'qiyolg'i deksanmi? Voy, o'qish emas, tanishnimi tanimaydigandek qilaman texe. Sen hili ko'p yeziq bilatding-ku. Biroq bu yeziqni ko'rib boqmabdi ekanman. Qandaq yezilgan xat bo'lib ketdi bu. O'ng yezildimi yoki ta'tir yezildimi? Ta'tir yezilgan bos ostidan ustiga o'qimamsan. Voy, undaq ta'tir emas.
faqatla ta'tirdek qiladi. Amisa qanday qilamiz? Xatning ta'tirini o'ngga o'rish uchun daraxtni o'rsak bo'lamdi nima? Men darhol daraxt ostidagi sharqiratni suyga qarab, xatning o'ng yo'linishini ko'rib qoldim. So'g'i tushgan daraxtning aksi xatning o'ngini ko'rsatyapti. Ko'pchilik, so'g'i qaranglar. Xat o'ng ko'rindi ekan. O xat daraxtga ta'tirga yezilgan bo'lib, ko'zimizga boshqa bir yeziqdek ko'rindi. Ammo o'zimizning yeziqi ekan. Daraxtning so'g'i tushgan aksi xatni o'ng ko'rsatdi. Bu xatni hammamiz taniydigan xatkan-ku. Voy onam-ay, necha vaqtdan beri nima deb so'g'i qarab boqmagandiman. Ko'pchilik, kelinglar xatni birlikda o'qib boqaylik. Biroq suv jim turmayotsa, qanday xatni o'qib bo'ladi deyman. To'xtining aytganidek suv midirlab turgan bo'lg'achqa xatni o'qish imkoniyatimiz nihoyatda oz edi. Amda qanday qilamiz? Suvning midirilishini to'xtatishimiz kerak. Bu sharqiratning suyini to'xtatmasang, suvning midirilishini qanday to'xtatsan? To'xtanglar, suvni to'xtatishning hojati yo'q. Bu xatni o'qish uncha tas emas. Amat, ikkimiz to'xtining putidan tutib, beshini yerga, putini osmonga qalaydi. Bu xatni ta'tir ko'rib, ta'tir yo'linishda o'qisizlar. Xat o'z ayni chiqmamdi. To'g'ri, bumi bo'g'dak. To'xta, tez bo'l. Ma'qul, shunday qilaylik. Biroq chanqitanglar juma. Qo'rq gapni qo'yib tez bo'l. Biz mingtasda to'xtini ko'tarib, putini osmonga, beshini yerga qildik. U bo'lsa xatni o'qishga boshladi. To'xta, xatni o'qiy oldingmi? Birdan jim turinglar, o'qiyapman. Tezroq bo'l yigit. Qo'lim telib ketdi, bakli eg'ir ekansan. To'xtanglar, az qoldi. Xatni o'qib oldim. Bo'ldi, meni tushiritinglar. To'xta, nima yezilibdi? O'pkam qizimga tiqilib qoldi. Ishchiyim bilan oshqoznim almishib qoldi. Shuna bilan yurib, men senga nima yezilibdi deyapman. Ma'qul, birdan nafas ilib olay. Voy. Suv bera. Mana suv icha. Xatda mundaq yezilibdi. Oladig'ning oltin bo'lsa, beridig'ning qon bo'lar. Sen bu yerda mangu qolasan, beridig'ning jon bo'lar. Nima? Shuni bilan tugidimi? Yo'q, bu bir nazm ekan. Keyingi so'zlikkan. Ma'qul, keyingisini-da. Bu makon insonlarga tava emas, koinotga tava. Bu o'rmonga odam kirish cheklangan, hayvonlarga tava. Kirganlar chiqolmaydi, chiqqanlar kirolmaydi. Ushbu afsun kuchga ega hech kim uni buzolmas. Ketmoqchi bo'lsang, olganni qo'y, olmagan bo'lsang, berib ket. Buni yozgan odam tushunishli bir narsa yozsa bo'lmamdigan deyman. Men hech narsani tushuna olmadim. Ammo men tushundim. Bu bir ogohlantirish ekan. Nima? Nimadan ogohlantirish? Bu qalaymi bir so'zlar ekan-ku. Sen tushunmading. Bu yerda beshida oltinni tilga olibdi. Ondan yoki qo'yib ket, yoki berib ket debdi. Mushuning o'zila tushunishlik emasmi, yigit? Deganingizni tushundim. Biroq bizda qo'yib ketgidek oltin bo'lmasa, berib ketgidek uning bir narsasini elib olmasak, to'g'ri, berib ketgidek oltin yo'q, biroq qo'yib ketgidek oltin bor. Kimda? Mening odamlarimda. Ular oltinni elib olgan gap. Shun biz bu yerdan ketanmayotimiz. O oltinlarni biz elib olmasak, nima deb biz bu yerdan ketanmaymiz? Chunki biz ular bilan birga kelgan. Aytibdi-ku, insonlarning kirishi cheklangan deb. Biz cheklangan rayonning ichida ekanmiz. Yoki qo'yib ketamiz, yoki berib ketamiz. Bo'lmasa mush yerda o'ladi ekanmiz. Undaqda qanday qilamiz? Odamlarimizni tepib,
elib olgan narsani joyiga qo'yib ondan ketamiz. 12 qism. Boy, Batur degan yigitning so'zining rost ekanligini, o'zimizning qarg'ishga uchraganligini aytdi. Demak, siz kandagi oltinlarga chiqilganligimiz uchun qarg'ishga uchirdik demakchimi? Da, shundoq. O'nkirdagi oltinlarga chiqilgan odam balkim qarg'ishga uchrashi mumkin. Biz shu sababdan qarg'ishga uchrab ketgan bo'lishimiz mumkin. Tatana, biz o oltinlarga chiqilmadik. Biz o qarg'ishga uchrab ketmagandik. To'xta, o'zim o'qigan xatni o'zim unutib qoldingmi? Bu yerga insonlarning kirish cheklangan debdi. Demak, biz qarg'ishga uchrab ketdik. Voy, yemagan mantining pulini to'laydigan gap manda. Biz kandagi oltinlarni tutish emas, ko'ribmi, baqmagan tursak, nima deb qarg'ishga? Faqatli kallamda o'tmadi. Bo'ldi, birdam shuk turg'ina. Endi qanday qilamiz bu? Man aytgandek, odamlarimizni topayli. Biroq siz o odamlarni mordiga o'xshatgan tursangiz. Shundoq, ular bizni tonimaydi. Bizga hujum qiladi. Biroq biz ularni taniymiz. To'xtanglar, ularni izlashdagi muddayimiz nima? Nimishqa ularni izlab o'nkirga kirmas? Ular yanchiqiga tiqib olgan oltin bo'lsa, uni elib, joyiga qo'yib qo'ygandan keyin bu qarg'ishdan qutulamiz. Bu yerdan ketamiz. To'xtanglar, bu ahvolni aniq tushunmaymiz. Unda qarisiga jazmlashtirib o'tmayli. Agar ularning yanchiqida oltin bo'lmay, o'nkirga kirgan odam shularga o'xshash bo'lib qolsa qanday qilamiz? Yana kelib siz o'nkir ichidagi haliqi narsani odam emas dedingiz. Undaqda biz nima deb o'nkirga kiramiz? O'zimizni o'limga tutib bermaymizmi? Boy, Ahmadning gapini anglab bir haza o'ylanib turib qoldi. Albatta, Ahmadning gapi o'rinliq. Agar Ahmadning deganidek ular oltinni tiqib olmagan bo'lsa, o'nkirga kirgan odam oshularga o'xshash bo'lib qolsa, undaqda bular kirsimi o'xshash, foydasi yo'q. Bolarim, men Mahmudni obdan tushunaman. O o'zining nafsi uchun har baladan qo'rqmaydigan narsa. Balkim boshqalarni ozdirib, o'nkirga kirib, oltinni elib olgandan keyin, ondan bu yerdan chiqib ketishning yo'lini qilaman degan bo'lishi mumkin. Shuning bilan boshqalarmi onunga qaytilib, o'nkirga kirib, oltinni elib qochmoqchi bo'lgan gap. Bu faqat mening farzim, 100% emas. Ammo yolg'onmi emas. Balkim shundoq bo'lishi mumkin va balkim undoq bo'lmasligi mumkin. To'xtang buva, undoq megi gap bilan bizni bu yerga olib kirsangiz, bizmi ulardek bo'lib qolsa qanday qilamiz? Undoqda bu yerdan ketinglar. Bu ishlarni o'zim oyoqlashtiray. Buvay shundoq degunicha o'nkir tarafga qarab mangdi. Atrat boshlig'i Ahmad Tarozi bilan To'xtipo'kan bir-biriga qarab turib qilishdi. Ular yo buvayning orqadan mangmay, yo qayib qolmay nima qilarini bilolmadi. Ahmad, biz bu yerga nima sababdan keldik? Oltinlarni deb. Undaqda necha odam keldik? 5 odam. Biroq hozir sen bilan malli qoldim. Ularni qutqizmadik. Ularni topmadik deyman. Qara baq, bu ayga qara. O 20 necha yildan beri bir odamni unutmay keldi. Biz bo'lsak oltinlarni deb, o'zimizning jinini deb, boshqalarni unutib kelsa qanday bo'ladi? Jira, bu ayning orqasidan boramiz. Odamlarimizni birma-bir tepib, bu yerdan olib ketamiz. To'g'ri aytding. Agar rostlanib bu yer qarg'ishga uchragan bo'lsa, shu qarg'ishni bugun bekor qilib deylik. Mana o'z odamlarimizni birma-bir bu yerdan qutqizib qaytib ketamiz. Endi o'zingga o'xshading mana. Buva, bizni saqlab turing. Aziz buva, bizmi birga boramiz. Ahmad Tarozi, To'xtipo'kan va Aziz buvay qatorliq 3 odam xatarli o'nkirga kirish uchun otlandi. Ular o'nkir oldiga yetib keldi va bir-biriga ma'nilik holda qarab qo'yishdi. Aziz buvay oldidagi o'nkirning qanday xatarlik ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rgan
ham birdan bir biladigan odam. Ahmad Tarozi bilan To'xti Pokan bo'lsa, hech nimani bilmaydi. Aziz buvay ular ikkisiga qarab eg'iz ochdi. Bolalarim, oldidagi bu yo'l bos kammas yo'l. Agar yaxshi kunning yomoni bo'lib, men yoki birarsimiz o'lib ketsak, chiroyimizga qarab olayli, bir-birimizni unutib ketmayli. Aziz buvay shundoq degunicha qurolni badlab sapning oldida mangdi. Önkirga ichkirlab kirgan siri qorong'ulik cho'kib ketamiz. Qo'lchirxonlar bo'lsa elib yondiringlar. To'xti Pokan darhol so'mkasini og'dirib bir necha qo'lchiroq oldi. Mana, 3 ta qo'lchiroq, 2 dona batarya bo'lgan. Önkirning oxiriga berib, qaytib kelalishimizga yetkidak bo'lgan. Ammo kelalisaklar, hammalar ho'shyor turinglar. Hozirdan boshlab atrofni to'liq ko'zitib manglar. Ular shunday qilib qorong'u önkirning ichkirisiga qarab mangdi. Ular önkirga ichkirilib kirgan siri ularni qorong'ulik qo'yniga elishga boshladi. Ehtiyot qilib manglar, bir narsaga putlashib yiqilib tushmanglar. Bo'ladi. Aziz buvay sapning oldida, To'xti Pokan o'tirsida, Ahmad Tarozi bo'lsa orqada edi. Ular uchi shundoq ehtiyot bilan tashvishlanib atrofga qarab qo'yadi. Oldinlama, oldimizda bir narsani tevishi bor ekan. Men anglamadim-g'o. Men anglamadim. Men anladim. Qarmoqqa kichik narsalarda qiladi. Biz tarafga kelayotganda qiladi. Ahmad Tarozi haqiqatan to'g'ri anglagan edi. Oldi tarafdan bir narsa ular tarafga yopirilib kelishga boshladi. Anladim. O zotni nimada? Bilmadim, tayyor turinglar. Oldi tarafda yopirilib kelayotgani bo'lsa, cho'nliqi meshikchilik keladigan qop-qora tuklik o'michiklar edi. Ahmad, tez qurolingni batla. Agar ularning soni bakli ko'pgan, tez bu yerdan chiqib ketayli. Bo'lmaydi, ammo hozirni bosib o'tamiz. Men tayyor bo'ldim. Amisi yaqinlashganni ot. Ular yaqinlashdi. Tayyor bo'ldingmi? Tayyor bo'ldim. To'xtanglar, sizlarda qurol bor, menda-chi? Men qanday qilaman? Qarab turmay, tez qo'lingga xanjiringni ol. Qani kelisha? Ot! O peshangni yaydigan qurot yula. Azbuat, dikkat qiling. Bu o'mchiklarning soni bakli ko'pgan. Neri turinglar. Signal o'q tashlayman. To'xti Pokan otgan signal o'qi ularni orqaga chekindirdi. Ular qadamini oldiga elib, o'mchiklarning o'dil kelganlarini etib, otamg'ini urib so'qib deganda önkir ishiga olg'a ilgirlab mengishga boshladi. Ular chekinyotdi, tezroq menginglar. Ular o't uchqunidan qo'rqadi ekan. To'xta, tez chopiningni sol. Mash'al qilib qurolning uchiga yo'gaymiz. To'xti Pokan darhol chopinini Ahmadga berdi. Ahmad Tarozi bo'lsa To'xti Pokanning chopinida qurolning uchiga yo'gab mash'al qilishga boshladi. To'xta, tez o't yoq, tez bo'l. Mana to'xtab tur. Bo'l deb bitdi. Chopinga yiqilgan o't bo'lsa birdamda kuyib ulg'uyishga boshladi. Ahmad Tarozi fursatni chang tutib, chopinni u yoqdan bu yoqqa palang'ishtish orqali nurg'un o'mchiklarni orqaga chekintirdi.  va ular qichishga boshladi. Ahmad Tarozi darhol chopinini Ahmadga berdi. Ahmad Tarozi fursatni chang tutib, chopinni u yoqdan bu yoqqa palang'ishtish orqali nurg'un o'mchiklarni orqaga chekintirdi va ular qichishga boshladi.   va ular qichishga boshladi.
Ularning sur'ati nimandaq tez, birdamdila ko'zdan g'oyib bo'ldi. Har ehtimolga qarshi ehtiyot qilib mayli. Ular o'nkirga ichkirilib kirgan siri bir töva oltin dövsiga uchirdi. Ular o'nkir tomlari va yerdagi oltinlarni ko'rib bir-biriga qarab qo'yishdi. Voy anama, bu yerdagi oltinlar necha yuz kilodan oshqidak. Hey, azroqli apkasak boy bo'lib ketamiz juma. Bo'lmaydi, biriga chiqilma. Yo'q, menmi bunaqla deb qo'ydim. Ular putining ostidagi bir necha oltinlarga dastlab mengishga boshladi. To'xtanglar ko'pchilik, bu umumiy tushunmi? Biz boy bo'lib ketadigan bo'ldik. Hay, o'zingni yo'qotib qo'yma. Ahmad Tarazning xush bo'lib ketishidagi sabab bo'lsa, o'nkirning doirasi barg'ansir kengayotdi. Haddi hisobsiz oltinlarning bo'lganidek bu yerda olmoslarmi bor edi. Ko'pchilik, bu yer rastlanib tugamas bitmas xazinaga. Shuncha ko'p narsadan ozroq narsa olib qo'yganga hech narsa bo'lmas. Bo'lmaydi, tirnoqchilik narsaga cheqilma. Ehsonlarda bo'lsin, biz bu yerga bir narsa olg'ili emas, elib olgan narsani qo'yib qo'yg'ili keldik. Ma'qul, lekin men umrimda bunchalik boylik ko'rib boqmabdiman. Sen emas, menmi ko'rib boqmagan. Ahmad Tarozi bilan to'xtab bo'lganning bu so'zidan boy ularning boylikqa ko'z qizartayotganligini bildi. Agar Azboy ularning samiga sanmagan bo'lsa, ular buncha ko'p boylikning oldida o'zining aqlini yo'qotgan bo'lardi. Hozirgi birdan-bir masala boylik masalasi emas. Yo'qib ketganlarni izlab tepib, ular elib olgan narsani joyiga qo'yib qo'yish. Biroq Ahmad Tarozi bilan to'xtab bo'lgan hayronlikda u yoqdan bu yoqqa qarab mangan edi. Azboy, bu yerda bir odamning soyisimi ko'rinmaydi-ku. Bilmadim, ammo ular aniqli mushu o'nkirning ichida. Ya'ni kelib sening odamlaringning kirib ketganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Undaqda yanada davomli oldiga mangimdiq. Shunda qilmoqdan boshqa amal yo'qdek qiladi. Yoki o'nkirning oxiriga berib to'xtaymiz. Yoki bu o'nkirda odamlarimizni topamiz. Asli bundaq degim yo'qda. Biroq ular o'lib ketgan bo'lsa-chi, undaqda jasadini bo'lsa-ma topamiz. Ularning hayot bo'lishini umid qilaman. Men shundoq bo'lishini umid qilaman. Ammo hammamiz ahvolni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Boyiqi o'michiklar. Ular hayot qo'ygan bo'lsalar. Ahmad Tarozi tuyuqsiz yerga qarab bir narsani payqab qoldi. O bir qo'lchiroq batareyasi bo'lib, qarmoqqa birsi batareyani almashtirgandek qiladi. Ko'pchilik, to'xtanglar, ahvop batareyani ko'rdinglarmi? Bir qo'lchiroqning batareyasini almashtiribdi. To'xta. O batareya qo'limizga qo'lchiroqning batareyasiga o'xshashgan. Demak, yo'lboshchi Hasan, tursin qismoq, olim bodeklar hayotganda. Demak, odamlaringlar o'nkirga ichkirilib kirib ketibdi. Undaqda ularni izlab topgandan tez bu yerdan chiqib ketaylik. Bo'ladi, o'nkirga ichkirilib kirib, ularni izlab boqaylik. To'xta, signal o'qidan qanchalik qoldi? Birsi qoldi. Muhim bo'lmasa ishlatma. Uni halqiliq yerda ishlatamiz. Tushundim, ma'qul. Mening o'qim ko'p emas. Yana bir qatim xatarga uchirsak, o'q tugaydi. Mening shundoq. Undaqda o'qni oyab ishlataylik. Amal bor, xanjar ishlatib turaylik. Azboy aytgandek, ularning o'q dorisi oz qolgan bo'lib, yana bir qatimli xatarga ular bardoshlik berolmaydi. To'xtanglar, oldimizda bir narsa turadi. Qani, to'la odamni qo'rqitma. Men chaqchaqamadim. Darvaqa o'nkirning xili yiroq yerida bir narsa ularga tikilib qarab turadi. O narsaning gavdasidan odamdekmi qoladi, ammo uni ular aniq ko'rolmadi. U odammi nima? Qarmoqqa odamdek qiladi, matirlayotdi. Endi qanday qilamiz? U bizni aniq ko'rib turibdi, ammo biz uni ko'ramadik. Uningga yiqilish boqayli.
bu, o siz aytgan hiliqi narsa emasdi. Onun bo'lib qolmasligini umid qilaman. Agar u bo'lib qolsa, tugashganimiz shu. On üçüncü qism. Ular oldidagi noma'lum ko'langining oldiga qarab yiqilishga boshladi. Ko'pchilik midirladimi? Yo'q, midirlamadi. Boyman uning midirlaganligini ko'rgan. Endi u midirlamaydi-ku. Midirlamasa mayli, biroq u odammikan, nemikan? Bir qarmoqqa odamdek turadi. Amisi yana bir qarmoqchi. To'xta, bilgan bo'lsa orqaga yo'shirmay oldiga mangmamsan. Adret boshliqi Ahmad Daraza shundoq deginicha orqada turgan to'xta bokani tortib oldiga chiqib qo'ydi. Hey, oldimizdagi qaysin sen? Jigaran bo'lsa to'la odamni qo'rqitma, gap qil. Hey, nima varqiraysan? Midirlamayotsa. To'xta bokan shundoq deginicha so'mkisidan yana bir qo'lchiroqni elib yo'ritdi. Bu qadim uch qo'lchiroqning nuri naq heliqi ko'langiga tushgan bo'lib, uni aniq ko'rgili bo'ldi. O dal Azboyning yana bir odami bo'lib, o'michikning to'riga ilmishib qolgan edi. To'xtanglar, u mening odimimda qiladi. Jazmlashtiramsiz? Jazmlashtiramadim. Yiroqdan uni farqlantiramadim. Chos soqollarimi bakda o'sib ketibdi. Ammo uchistiki kiyimdan tonib oldim. O mening odimimda qiladi. Ular o kishiga yiqilishib, uni jazmlashtirmoqchi bo'ldi. Ammo tuyuqsiz yenidan bir narsa shamol tezligida o'tib ketdi. To'xtanglar, hozir yenimizdan bir narsa o'tganda qildi. Men bu shunday demoqchi, yenimda bir narsa surkilib o'tib ketdi. Ishlar salbiy normal. O nimaning ovozi? Hammalar ho'shar turinglar. O keldi. To'xtang, kim keldi? Heliqa olvosdi. To'xta, signal o'qini tayyor qil. Vaqti kelganda o'q chiqar, anladingmi? Ma'qul, bildim. Ular oldiga ilgirlab yurib, oxiri heliqi o'michik turg'i ilmishib qolgan kishining yeniga keldi. To'xtanglar, bu mening odimim Qurbonkan. Uchsidagi kiyimlari jo'l-jo'l bo'lib ketgan. Putida oyoqmi yo'q. Chas soqollar o'sib ketgan bu kishini Azizboy tonib oldi. O dal ayni vaqtdagi Azizboyning odamlarining biri edi. Azizboy darhol ikki qo'li bilan o kishining ko'zini qayirib ochdi va ko'z qarchiqining qora ekanligini bildi. O'lib qoptimi? Yo'q, bu taqa hayotgan. O'shsizlangan o'xshaydi. Tez o'shiga keltirayli. Darvaqa o kishi taqa hayot bo'lib, o'shsiz edi. Balkim bir narsadan qo'rqib ketgan bo'lsa kerak va balkim bir narsadan zaharlangan bo'lsa kerak. Ular uni o'shiga keltirish uchun suv ichib baqdi. Bir nechini noqibmi baqdi. Biroq u kishi o'shiga kelmadi. Bu yoqda turinglar, o'zim o'shiga keltiray. Qurbon, o'rningdan tur. Nima qilyapsan? Uni o'shiga keltiryapman. Odam urib o'shiga keltirdigan ish bormi ekan? Ular talash-tartish qilayotganda Qurbon o'shiga keldi. Bu yerdan ketishimiz kerak. Qurbon, meni tanidingmi? Tanidim, siz aka. Manga nemish bo'lganligini-da. Boshqalar qani? Bu yerda sen nemish qilasan? Boshqalar zoti nada? Su. Onunla su beringlar. Mana, ala. Hay, aldırmay iç. Bu yerden ketişimiz gerek. Şundaq bu yerden ketemez. Başqalar qini deyman.
Boshqalar o'lib ketdi. Onda da sen qanday hayat qalding? Bir necha kun oldida bir necha odam keldi. Ular meni qutqizib oldi. Bo'lmasa men o'lib ketardim. Tursun qismoq, olim bodek. Yo'lboshchi Hasan, ular tika hayotgan. To'g'ri, dal shular. Bu gapni anglagan To'xti Pokan bilan Ahmad Darasa oltin tepib olgandimi bak xush bo'lib ketdi. Chunki adrat boshlig'i Ahmad ulardan umidini o'sgan. Ularni o'lib ketdi deb o'ylagan edi. Endi yaxshi bo'ldi. Tez bo'l, bizga yo'l boshla. Ularning nada ekanligini bizga debba. Bo'lmaydi, kirishga bo'lmaydi. Ichkirlab kirsak cho'qim o'lib ketamiz. Qurbon, to'liq vaqtlamay o'rningdan tur. Bizga yo'l boshla. Men hergiz bormayman. O'ldirsanlarmi bormayman. Hey, biz seni qo'g'daymiz. Tez mang'in. Agar bizni boshlab bormaydigansan, seni itib etaman. Itibsanmi bormayman. Qurbon, bu yerdan hayot chiqib ketay desang, bizga yo'l boshla. Qurbon ularga yo'l boshlab, o'nkirga ishchilarga elib menish uchun qo'shildi va ularga yo'l boshladi. Ammo u yanilib bir narsadan qo'rqayotgandek atrofga tashvishlanib qarab mang'atdi. Oldimizdagi bu olmos dövsni ko'tinglarmi? Bu yerdan o'tsakla olmosning o'ziga yetib boramiz. Qurbon, sen uni aniq ko'rib boqqanmi? Shundoq. Men olmosni aniq ko'rgan. Hey, olmosni ko'rdim degan qanday gap bu? Agar men uni ko'rib qolsam, og'zi burnini tuzlab yetaman, ha? To'liq vaqtlamay yo'l boshlabman. Qurbon ularga bir qarab qo'ygandan oldiga qarab turdi. Qurbon, qarab turmay mangmamsan. Aziz aka, sendan o'tinib qolay. U yerga kirmayli. Girsakla hayot chiqmaymiz. Kepamni obdan angla. Agar bizni u yerga boshlab bormaydi ekansan, seni mush yerda o'ldirib etaman. Agar bizni boshlab borsang, sening ishqiningdan kechaman. Botirni beradigansan. O senlarni qutqizish uchun bu yerga kirib ketgan. Ammo u o'lib ketdi. Uning qon bedelini to'laysan. Botir tig'i hayot. Nima deding? Qayta bir tegina. Botir tig'i hayot. Uni olim bodek deydigan biri qutqizib olgan. Bu gapni anglagan Aziz boy darhol yenida turgan Ahmad Darasiga qaradi. Ahmad bo'lsa ichiga chunqur ting'inicha Aziz boyning ko'ziga tikildi. Aziz boyning chiroyiga bo'lsa ko'rki yugurishga boshladi. Yigitlar, chabdas bo'linglar. Odamlarimiz hayotgan. Ularni qutqizib chiqayli. Ma'qul bo'ladi. To'xta inim, sen Qurbonni yo'lashtiribmi? Ahmad bilan ikkimiz sizlarni muhofazat qilamiz. Ma'qul, chataq yo'q. Tez o'rningdan tur. O'lib ketadigan bo'ldik. Maynat og'zini yom Qurbon. O'ladig'ini biz emas sen. Aziz boyning ko'zlaridan ixtiyorsiz yoshlar to'kilayotdi. Bu hergiz qo'rqinish yoki qayg'udan emas, balki xushalliqdan edi. O'zining o'g'lida ko'radigan Botirning hayot ekanligini anglab, u xushalliqni ichiga patiramay yig'layotgan edi. Qurbon, men sendan yana bir so'rab boqay. Botir rostila hayotmi? Men qasam qilay. Botir hozirgacha hayot. Men uni boy ko'rgan. Qurbon, yana qancha odam hayot? Yana 4 odam hayot. Men bilan 5. Yaxshi bo'ldi. Necha yildan beri u nima yegandi? Saka, kimni davatsan? Botirni davataman. Yaxshi, nima yeganimizni so'ramanglar. Nima? Har qancha bo'lsa-mu, bir-biringlarni yavatmagansizlar. Dal shundoq. Nima deding? Bir-birimizni yedik dedingmi nima?
Yeydigan boshqa narsa bo'lmasa, qanday qilamiz? Bu o'lgirlar shundaqdimi odamni odam yemdi. Asaka qo'lingni tart. Meni qo'yvat, bu sotakni bo'g'izlab bitaman. Meni qo'yvat. Hey, azbu, bo'ldi qil, uni qo'yvat. U o'lib qoladi. O'lsin, mening nima chatig'im? Ahmad tarozi bilan To'xti Bukanning tunji qatim Azboyning ochchiqligini ko'rishi edi. Azboy to'limi qo'rqinchli tusga kirgan bo'lib, uning ko'zlari qip-qizil bo'lib ketgan edi. Agar uni ular to'sib olmagan bo'lsa, u cho'qim heyliqi Qurbon deganni o'ldirayotgan bo'ladi. To'xti, buni ko'zim ko'rmasin, orqamizdan elibman. Azboy shundoq deginicha oldiga qarab ilgirlashga boshladi. O'nkirib borgansir kengayotdi. Ularning qo'lidagi qo'lchiroq nuri bo'lsa, oldi tarafdagi ko'pincha o'rinni yo'ritolmadi. O'nkirib borgansir kengayib, ko'z yetkisiz holatga yetishga boshladi. Bu yer o'nkir emas, balki tegi yo'q hangdagi qop-qorong'u ham cho'nqur edi. Ular oldiga qancha ilgirlagan sari teximi cho'nqur kirib ketayotdi. Ay, Qurbon, yana qanchalik mang'amas? Ayni vaqtda o'nkir qorong'u edi. Men qanchalik mang'anligimni bilmayman. Balkim xeyli uzun mang'amiz deyman. Ondaqda sen oldida yo'l boshla. Astaga, his qildingmi? Bu o'nkir biz kirgandigidan xeyli yo'g'inab ketdi. Xuddi tegi yo'q hangda borgansir ishkirlayotimiz. His qildim. Oltimizga oltin dövisi yoki olmos dövisimi uchirmadi. Hey, ko'pchilik to'xtanglar. Mening ko'nglim bir shumliqni sezyapti. Bunda qorong'u o'nkirga kirgan odamning qaysi birining ko'ngli shumliq sezmaydi. Men bir gap qilay. Baya o'mchiklarni qo'g'lab yurgan vaqtimizda yon tarafimizda bir o'nkir badek ko'rgan edim. Lekin jiddiychilikda aniq ko'ramadim. Hey, oltirma gap qila. Demakchi o'g'lingni tushunamadim. Hay, men demakchi, bu o'nkir ikkiga ayrilgan o'nkirdek qiladi demakchi. Jazmlashtiramsan. To'xta, aniq ko'rdingmi? Aniq deyishkimi bo'lmaydi. Lekin yolg'on deyishkimi bo'lmaydi. Ish qilib bir o'nkirning borlig'ini ko'rganda qilgan. Bu gapni amdi demsan. Boya hammamizni bakka oldirishdoq. Keyin ma'viliqi Qurbon degan nima uchrab qoldi. Shuning bilan deyish fursat bo'lmadi shu. Ondaqda Qurbon bizni qayerga boshlab ketyapti? To'xti Bukanning bu so'zi bilan ular ikkisining ko'ngliga gumon tushdi. O'nkir rostila ikkiga ayrilgan bo'lsa, ondaqda Qurbon ularni nega boshlab ketyapti? Ular o'limning yo'liga qarab mandimi yoki do'stlarini tepish uchunmi? Mushu masala dal ularning beshini qaymoqtirdi. Ay, Qurbon, yana qanchalik mang'amas? Men aniq bilmayman. Men chiqqan vaqtda qorong'u edi. Ko'zim aniq ko'rmagan. Ammo yana ozroq mang'amiz deyman. Bo'ldi, endi bizni aldayman dema Qurbon. Endi orqangga chekin. Xo'jam, sizni oldimadim. Do'stlari oldimizdilar. Qurbon, men sening hiylagar odam ekanligingni bilaman. Bizga rostini ayt. Sen bizni nega boshlab ketyapsan? Men qasam qilay, sizlarni do'stlaringlarning yeniga boshlab ketyapman. Ularni qutqizib chiqmasak, ularmi o'lib ketadi. Ondaqda ularning hech bir ovozini anglamadik-ku. Balkim yana ozroq maqsaqlar, ularni uchirishimiz mumkin. Azboy darhol qurolni batlab Qurbonning mang'isini challadi. Qurbon, endi joyingda to'xta. Bizga rost gapni ayt. Bizni nega boshlab ketyapsan? Bo'lmasa seni rostini aytib etaman. Qurbon bo'lsa joyida to'xtadi va odamning qo'rqisi kelgidek intoyin vahimalik bir kuldi. Qurbon bo'lsa shundoq kulgunicha ularga oldini qildi. Ular Qurbonning chiroyini ko'rib, cho'chigunicha orqaga necha qadam dojib ketdi. Chunki Qurbonning ko'z qarchiqi oppoq bo'lib, ozroq qo'ziq tish inib chiqqan edi. Quloqlari uzun, ham tirnoqlari o'sib chiqqan edi. Voy anima, bu qanday gap? Qurbon, sana zada nima bo'ldi? To'xtanglar, orqanglarga chekininglar. O Qurbon emas.
Aziz boy, bugün ölüdüğün günün geldi. Men kurban emas, belki senin canını alıdığın adam. 14-ci qism. Qurbanning bu turqi hammalarni qo'rqitdi. U bir qarmoqqa shaparanga o'xsa, yana bir qarmoqqa mushukka o'xshab qolgan edi. Bu qanaq bog'ini deyma. Sapsaqlı turgan odam tuyuqsizlar. Bo'ldi, orqangga chekin. Amat, uni etib etaymi? Yo'q, to'xtab turgin. Qurban, tez aslinga qayt. Bo'lmasa sana yuz xotir qilmaymiz. Bu gaplar Qurbonga hech kar qiladigandak emas edi. U texnik yovuzlashga boshladi va ularga etilmoqchimi bo'ldi. Mening tirik odamni yeb boqmaganimga bakli uzun bo'ldi. Ay, ağina bu ağlasını qalamda qandaq. Bu rastlı adam emaskan. Qurban bizni qistima. Bo'lmasa sana o'q chiqirman. Men qonning hidini turdum. Tirik odamning kishi qandaq bo'ladi? O'lgur, men seni orqangga chekin dedim. Sana oxirgi qatim fursat. Ahmet Taraza gapini tugatmay tursa, uning quliqining yenidilla bir pay o'q ovozi anglandi. Bu o'qni dal Aziz bo'y chiqargan edi. O'q uning ming'isidan teshib o'tib ketgan bo'lib, oldig'iga yiqildi. Sen nima qilyapsan? Nima deb uning o'q chiqirsan? Agar uni etib etmasam, u bizga hujum qiladi. Shundaqdimi uni etib etmasligin kerak edi. U bizni odamlarimizning yeniga boshlab boradi. Oğlum, onun turqi bu tursa, odamlarimizning ahvoli qandoq bo'lmoqchi? Nima? Sen nima demoqchi? Odamlarimizni onunga o'xshash bo'lib qoldi demoqchimi? Sen tahi haqiqiy olvostini ko'rib boqmading. Ma'qul, undaqda odamlarimizdan voz kechamdiq. Ay, to'xtab turinglar. O'nkirning oxiriga kelganda odamlarimizdan voz kechmaydigan emas? Oldimizga yana ozroq mengib boqayli. Odam uchirgancha, agar uchramasa o'nkirdan qaytamiz va heliqi to'xta degan yana bir kirish eg'iziga kirib qarab boqayli. Ma'qul, sening planing bakli qaltisgan. Qo'shilaman. To'xta, atrofni muhofazat qilib orqamizda mal. Sen oldimizda yo'l boshla. Bo'ladi. Bu chenimmo qarg'a kammaydi. O'ladigan ish bo'lsa-mo, avval men o'lay. O'lmagan qari. Seni o'lmagan bakla tas. Oldidimi? Ahmet Tarasning nimaga shundoq ochiqlayotganligini to'xtab qo'yganmi, hargiz bilinmadi. Chunki nurg'un ishlar ko'zni yumib ochiqchilik yuz berdi. Orini xeyli uzungacha jimjitlik bosdi. Ular xeyli uzungacha gap qilmay o'nkirga ishchilarga maldi. Ammo o'nkirning oxiri hech tugaydigandek emas edi. Ay, to'xtab turinglar. Biz zaten nimani izlab o'nkirga ishqilib kirib ketyapmiz. Odamlarimizni izlab. Biroq Aziz bo'y aytgandek, ularmi shundoq bo'lib qolgan bo'lsa-chi? Ondaqda ularning hammani o'ldirib deb, ondan bu yerdan ketamiz. Bu gapni olgan Ahmet Taraza ittik o'yning chiroyiga qaradi. Aziz bo'y bo'lsa, hech qanday ish yuz bermagandek oldiga ketyapti. To'xtab turing. Boyin nima dedimiz? Yana bir deyishimning o'rni bormi? Albatta o'rni bor. Sizda odamiylik deydigan narsa bormi? O'z odamingizni o'ldirganingiz oz kelganda, endi mening odamimga zahar qo'limizni tiqmoqchimi? Mayli, ular nimaga o'zgarib qolgan bo'lishidan qat'iy nazar, ularni bu yerdan olib ketaman. Sana aytib berayman. Bu yerga kelgan odamlarning hammasi o'xshashli Allohning qarg'ishiga uchraydi. Nima deyapsiz? Siz azaldan bizga bu gapni aytib boqmagan. Ondaqda hozirma kechikmayman. Sizlarga aytib beray. Rivoyatlarda
deyishicha o'zligidan oltin paydo bo'ladigan bir xazina koni bormish. Uni boshqalar oltin tomizg'a xori deb ataydi ekan. Oltin tomizg'a xoridagi har qanday narsaga cheqilgan odam olvastining qarg'ishiga uchraymish. Olvastining qarg'ishiga uchragan kishilar bilan uchrashquchilarmi o'xshashli olvastining qarg'ishiga ketadi ekan. Bu yer mangulik banit oskili. Bu yerdan ketgili bo'lmaydi. Kelgan odam mangu olvastiga qul bo'ladi ekan. Onun bilan uchrashquchilar va uning ko'ziga tikilib qarag'uchilar absolunib onunga o'xshash olvastiga o'zgarib qoladi ekan. Oltin tomizg'ini ko'rgan odamning nima orqavat ko'radiganligini boya o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar-ku deyman. Ay, to'xtab turing ha. Bundaq hikoyalaringiz bilan kichik bolalarni aldang. Biz kichik bola bo'lmasak ya. Aziz, sen zaten nima odam? Hammani bilib turib, nima deb bizni bu yerga boshlab kelasan? Men sizlarni bu yerdan sog' salomat kesgan degan umidim bor edi. Ammo sizlar unda qilmadinglar. Aksicha odamlaringlarni izlash uchun qaytib keldinglar. Sizlar asli o'rmonning yerimidan chiqib bo'lgan edinglar. Biroq yana qaytib keldinglar. Undaqda bizni yana nima deb bu yerga boshlab kelasan? Maqsading zodi nima? Maqsadim bu afsunni yeshish, bu yerdan birga ketish. Sen va men odamlarim bu yerdan ketamiz. To'xta, baysan deqa odamlarimni qurbonga o'xshash bo'lib qolgan bo'lishi mumkin degan eding. Shundoq, ular undaq bo'lmaydi. Chunki ularni men bu o'nkirga o'zim kirgizgan. Bu gapni olgan Ahmad tarasi bilan to'xtab bo'lgan orqasiga bir necha qadam dojib ketdi. Chunki Aziz boy degan bu kishi boshdan oyoq ularga yolg'on so'zlab kelgan bo'lib, ular amdilikda uningdan ehtiyot qilishga boshladi. Balkim kallanglardan nurg'un yeshilmagan savollarni izlayotgan bo'lishinglar mumkin. To'g'ri, men sizlarni boshdan oyoq aldab keldim. Men oltin tomizg'ini birdan bir ko'rgan odam va uning afsunidan qutulgan odam. O olvastining ko'zi oq, qarchiqi yo'q. O odamni ko'rolmaydi. Pura sezim orqali ondan bilalaydi. Sizlarga ichkizgan ayni vaqtdagi qansiq choy esinglardimi? Uning hargizmi zahar qaytirish roli yo'q. O o'simlik chayining tenimizdan kelayotgan kuchli hidi va harorati bilan oltin tomizg'a bizni purab sezolmaydi. Va oltin tomizg'ining afsuniga uchirgan har qanday narsa bizni bilinmaydi. Faqat ularning burniga o'simlik choyli puraymiz xolos. Men o o'simlikni chechak puti deb atayman. O o'simlik bo'lg'achqila men ta hozirga qadar hayot turayotgan birdan bir odam. Odaminglarmi dal shu choyni ichgandan keyin ondan mening odamlarimni izlash uchun o'nkirga kirib ketgan. Ularni men o'zim o'nkirga kirgizgan. O'nkir! O choyni ichkizishga maqsadmi? Bizni bu yerga olib kirishmi? Ey, Ahmad, qo'lingni tart, nima qilyapsan? Meni qo'yib at, bekas seni uraman. Qani urib o'ltiravat. Oltin tomizg'ini o'ltirmasang, bu yerdan hargiz chiqib ketolmaymiz. Oltin tomizg'ini o'ltir. O'ltirgan bo'lsa shuni o'ltir, meni emas. Adrat boshlig'i Ahmad Taraza o'zining haqiqatan bu qerining damig'i tushganligini bildi. Ammo o'z odamlarining hayot ekanligini bildi. Bizni izchil aldab kelganligingga hech ishongim kelmayotdi. Degina, endi qanday qilmoqchisan? Oltin tomizg'ining sehriy kuchini yo'qotamas. Uning jadosini yo'qotgandan keyin bu yerdan ondan chiqib keta olamiz. Ma'qul, qaynat degina. Uning afsunini qanday bekor qilamiz? Uni qanday qilib o'ltirmas? Uni o'ltirgili bo'lmaydi. O degan olvasti. Undaqda uning sehridan qanday qutulamiz? Uning ko'zi
Onun közünü oyup alsaqla, o мәңгілік sehrini yo'qotadi. Onun absonumu shu hamon kuchdan qoladi. Bu önkürge kirişimiz onu izlab tepish uchun va odamlarini tepib qutuldirib chiqib ketish uchun. Agar oltin tomuzg'ining ko'zini o'yib elib olmasak, o vaqtda hammamiz tugishimiz. Ay, to'xtanglar. Agar u bizni payqab qolsa qana qilamiz? O vaqtda hammamiz tugishimiz. O'limdan boshqa yo'l yo'q. To'xtpo'kan va Ahmad Tarasa oltin tomuzg'a degan narsaning nima ekanligini, hatto uni ko'rib boqmagan. Oyning so'zining yolg'on yoki rost ekanligini bilmaydi. Ahmad Tarasa bo'lsa, oyga ishonish va ishonmaslikni mutlaqo qaror qildi. Ular oy bilan uchrashgan ta bugunga qadar oyning so'zi va o'z ko'zi bilan ko'rgan ostol ishlar bilan oyning yo'l yo'riqi bilan ish qilyapti. Bu sizning so'zingizning yolg'on yoki rost ekanligini bilmaymiz. Sizga oxir qatim ishonsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Endi sizlarga yolg'on so'zlamayman va hech narsani yo'shirmayman. So'zimning hammasi rost. Odamlarni tepib, bu yerdan hammamiz hayot qaytib ketamiz. Yigitlar, oltin tomuzg'a degan narsaning ko'zini o'yib elib olgandan keyin, uning jadu sehrini buzib tashlashga qurbatonlar yetamdi. Shundoq. Ondaqda yaxshi. Oldimizdagi yo'l to'limi xatarlik. Balkim o'rini-mo'riga tarab qon kechib jang qilishimiz mumkin. Hammanglar tayyor bo'linglar. Azboy shundoq degunicha yanchuqdan bir necha gulchechki va yo'qlikni chiqarib chaynab tugurishga boshladi. Edinglar, buni chaynab tugurib etinglar. Oltin tomuzg'a tiniqonlarni puribda qolsa, bu yerda inson borlig'ini bilib qoladi. Buni chaynavasanglar, u hargiz bizni sezolmaydi. Ahmad Tarasa bilan to'xtab bo'lsa, Azboy bergan gul chechki bilan yo'qlikni chaynab tugurishga boshladi. Batur! Boydan beri yo'qib ketgan it bo'lsa, boyning chaqirishi bilan dalaladan bir yerdan. Ular önkürge ichkirlab minib, oxirida biri ozgalning oldiga kelib to'xtab qoldi. Bu oltin xorning ichidagi ozgalda bo'lsa, liq qilib oltin bo'lmasdan balki nurg'un ustixon suyuqlar bo'ladi. Mana bu oltin tomuzg'ining ta bugunga qadar yab tugatgan jonliqlari. Ularning ichida albatta insonlarmi bor. Darvaqa boy aytgandek, bu yerdagi iskiliplarning haddi hisobi yo'q edi. Bu ozgalning kengligi ham cho'nqurligini odam til bilan ta'sirlagila bo'lmaydi. Mundaqcha qilib aytganda, bu yerning cho'nqurligini ko'z bilan ko'rib bo'g'ilib bo'lmadi. Kengligi bo'lsa, bir basketbol maydonichilik keladi. Voy onamay, faqatla ishongim kelmaydi. Eliqi tomuzg'a degan narsa moshunchilar narsani yeb bo'lganmidi? Onun nemi yeşi bilen mening çatığım yo'q. Onun ko'zini o'yib olgan. Biroq yo'limiz to'silib qoldi. Hamda orqamizga yanimdiq. Yo'q, ostiga tushimiz. Nima? Chaqchaq qilyapsiz. Buning ostini ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi ekan. Ondaqda tushib ko'rib boqmaymizmi? Azboyning aytgan bu so'zi atrat boshlig'i Ahmad Tarasa bilan To'xtpo'kanning yuragini olgan edi. Bundaq ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan hanga sakrab tushish odamning tenini sho'rkandiradigan bir ish. Yigitlar, sakrashga tayyorliqinglar bitdimi? Hay, to'xtang. Bu yerga qandoqmi sakrab tushkili bo'ladi? Men teshida saqlab turay. Sizlar tushib qolgamsizlar ya. Bo'ldi, sakradoq.
aziz buvayi Ahmad Darasa va To'xti Po'kanlarni tangla ittirib, o'zi bilan birga heliqi iskilit dövsiga qarab sakradi. Ular tegi yo'q hanga tushib ketdi. Yigitlar, so'qilishga tayyor turinglar. 15 qism. Ular so'ng ustixonlar orasidan serilib pastga tushdi. Shundaqla aziz boyning so'qilishga tayyor turinglar degan so'zidan keyin ular qattiq so'qilib ondan to'xtadi. Voy joy, mening qo'rg'am sunib ketdimikin? Ular nimaga so'qilib to'xtaganini bilolmadi. Chunki bu yer shunda qorong'i bo'lib, xuddi qozonni to'mkib turib qo'ygandek edi. Sizlar ishkanglar qandaqroq? Mening bosh ko'zim yaralandi. Mening ustixon suyaklarim sundimikin tan? Og'riqning ustiga kulki qo'shma to'xta. So'ng'ini sening suyaklaring emas. Shundaqmi? Undaqda biz so'qilganda bir narsa sundiga. O'lgur, u sening emas. Amasi kimning? O'lgur to'liq qo'riq gap qilma. Tez qo'lchiroqni yondiringlar. Menda qo'lchiroq yo'q. To'xti Po'kan darhol dumbisiga ortib olgan so'mkalarni izlash orqali bir necha qo'lchiroq topdi. Ular qo'lchiroqni yondirib hayron qolishdi. Chunki to'rt atrofining hammasi ustixon suyaklariga to'shib ketgan edi. Ular o'zining jasad ozgilida ekanligini bildi. Qaranglar, bu tarafda bir o'nkir bor ekan. Darvaqa 90 graduslik yo'nalishda yana bir o'nkir bor bo'lib, o'nkirning eg'zi ham cho'ng ham yaypon edi. Da, mushu o'nkir oltin tomizg'a degan nima? Mushu o'nkirdimikin? O'nkirga kirishdan burun sizlardan bir o'tinishim bor. Agar men ovozdaga aylanib ketsam, meni aytib etinglar. Adrat boshlig'i Ahmad Darasa bu gapni qilishi bilan hammasi uningga tikilib qaradi. Xotirjam bo'l, seni o'zim aytib etaman. Yigitlar, tayyorlik qilinglar, o'nkirga kiramiz. Ular qorallarini badlab, cho'ng tayyorlik bilan jinini olqiniga elib qo'yib, o'nkirning ichiga qarab mangdi. Hey, birodarlar, bu yabakli ses quradi ekan. Bo'ldi, gap qilma, eg'izini yumibma. Ular uchi o'nkirga ichkirilib kirish orqali oxir bir yo'riqlikni ko'rdi. To'xtanglar, oldimizda yo'riqlik bor ekan. U meningcha chiqish eg'izda qiladi. Bu yerda chiqish eg'izi bo'lishi mumkin emas. Bu degan oltin tomuzg'ining o'zi. Ko'pchilikka oldinglarmi? Gap qilma. Endi tinish bo'linglar. Gap qilishga bo'lmaydi. Ular birmi eg'iz gap qilmasdan shundoq avaylab mengib heliqi yo'riqlikning oldiga yetib keldi. Yo'riqlik bo'lsa chiqish eg'izi emas, balki yonar tog'ning ko'yayotgan lavasi edi. Voy, onamay, bu yerda yonar tog' bor deb o'ylabmi boqmabdiman. Men burilib paraz qilib bo'lgan. Heliqi o'nkirda go'ngurt bilan magmini boyqagan vaqtimda bu yer yonar tog' markazi ekanligini bilgan edim. Bu necha ming yil uxlab yotgan yonar tog'dek qiladi. Hech portlaydigandek emas-ku. Ular shundoq deyishgunicha yonar tog'ning oldiga yetib keldi va pastga qarab bir cho'ng ozgalning ichida yonar tog' lavasining xuddi o'machga o'xshash pitiqlab ko'yayotganligini ko'rdi. Ko'pchilik, bu yerda oltin bilan olmasning ko'pligidan ajablanmasak bo'lg'idek. Bu yonar tog' emasmi? Yer markazidan o'zligidan erib chiqqanligi mana-men deb turmamdi mana. Lekin kallamdan faqat o'tmaydigani heliqi tomizg'a degan nima qandoq bo'lib bu yana makon tutib qolganda. Nimandaq kepang chiq nimasan? Bo'lmasa belli makon tutishba.
Ay, faqat mundaqla deb qo'ydim. Ay voy. Aziz bu yer to'silib qoldi. Endi qanday qilamiz? Men bilmadim. Balkim orqamizga inib chiqib ketsak bo'lqidak. Ay, to'xtang. Siz bu yerni tomizg'ini o'zi degan edingiz-ku. Men faqat farazga asosan shundoq degan. Bo'ldi ko'pchilik. Bizning maqsadimiz tomizg'ini izlash emas, balki odamlarimizni izlash. Lekin topamadik-da. Otrat boshlig'i. Olim bo'ldik. Olim. Tuyuqsizlar olim bo'ldik paydo bo'ldi. O zotda nadan paydo bo'ldi? Olim, boshqalar qani? Otrat boshlig'i, bu yerdan ketinglar. Men sendan boshqalar qani deb so'rayapman. Boshqalarning nima ekanligini bilmayman, lekin bizni bir narsa kontrol qilyapti. Tuyuqsiz olim bo'dikning ko'z qarchiqi oqirib ketishga boshladi. Orqadan yo'lboshchi Hasan, Tursun Qismoq va yana bir kishi qo'shilib olim bo'dikning orqasiga yetib keldi. "O Baturkan, Batur! Aziz tog'a, bu yerdan tez ket!" Uning ovozi va turqi o'zgarishga boshladi. Bu yerdan ketinglar. Ketinglar. Men endi tushundim. Oltin tomuzg'ini o'zi bu yer emaskan, balki ularning teni ekan. Yo'lboshchi Hasan, olim bo'dik va Batur degan heliq yigit faqat o'zini kontrol qilolmadi. Ular oltin tomuzg'ining buyrug'iga itoat qiladigan maxluqqa aylanib ketdi. Yigitlar, oltin tomuzg'ini uning ishidan chiqarmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa uni o'ldirolmaymiz. Undaqda uni qanday chiqaramiz? Men bilmadim. Men bildim. U har qanday narsani boshqalarga tortqizib qo'yib kelmaydi. Oltin, qaysinglarda oltin bor? Menda oltin yo'q. Oltin bo'lsa-mi nima qilasan? Uni yanartoqqa tashlasak, oltin tomuzg'a bizni o'ldirish uchun uning ichidan chiqadi. Esinglardimi, biz afsuslanmaymiz. Biz o'simlik ekan. To'g'ri dedim. Biroq oltinni nerdan topamiz? Olim bo'dak. Menimcha olim bo'dakda cho'qi oltin bor. Biroq hozirgi turqida o bizga oltin bermaydi-da. Lekin bo'lib olsak bo'ladi-ku. Uningga yaqin berish tez. Bo'ladi, undaqda biz uni ching tutib turaylik. To'xta, sen berib uning yanchiqini aqtir. Ay, nimishqa men borman. O'lgir, men uni tutib turman deyapman. Asboy bilan ishkanglar, tez uning yanchiqini aqtiringlar. Tushundinglarmi? Tushundim. Ma'qul. Otrat boshlig'i Ahmad Darasi bo'lsa, darhol olim bo'dikning yeniga bordi. Biroq olim bo'dik bo'lsa, allaqachon olvastini kontroliga kirib bo'lgan bo'lib, otrat boshlig'iga qarab aytilishga boshladi. Olim bo'dik otrat boshlig'i Ahmad Darasiga aytildi. Tez bo'linglar, uni tutib oldim, tez bo'linglar. Mana. Siz buva qarab turmay, tez bo'l. Mana keldim. Topdim. Rastida oltin bor ekan. Tez berib uni yanartoq ozgiliga tashla, tez bo'l. Afsus, to'xtab oltinni elib olgani bilan yanartoq ozgiliga uni tashlay olmadi. Chunki to'xta qismoq, yo'lboshchi Hasan va boshqalarmi olvasning kontroliga kirib qolgan bo'lib, unga aytilishga boshladi. To'xta, tez menga oltinni ber. Mana. Azboy bo'lsa, darhol oltinni qo'liga elib, yanartoq ozgiliga tashladi. Oltinning yanartoq tushishi bilan tang olvasning kontroliga uchirgan hamma oldig'ili yiqildi. Oltin tomuzg'a ularning ichidan chiqdi va ularning ko'z oldiga paydo bo'lib, o'nkirni larziga salg'idak birni varqiradi. Sağlarının birini koymay öldürmeytemem. Azboy bo'lsa, darhol yanchiqdan o'simlik chechki va yo'pirmoqni elib boshqalarga chaynashga buyruq qildi. Tez buni elinglar, hammalar chaynab tikirib tez bo'linglar. Azboyning bunda qilishidagi sabab bo'lsa, boshqalarning yana olvasning absini uchrab ketishini to'sish edi.
Ama to'xta, men uningga yaqinlashaman. Uni tutib olgandan keyin sizlar uning ko'zini o'yib yonar taqqa tashlab etinglar. Yo'q, to'xta, uningga yaqinlashma. Azbua! O'lgir, Azbua! Olvasti Azboyning ko'kragini teshib atgan edi. Azboy bo'lsa naq maydonda jon berdi. Olvasti sana canimni tikib qo'ydim. Tez qarab turmay, menga yordam qilinglar. Uning ko'zini o'yinglar. Ahmad Daraza shundoq degunicha Olvasti shiddat bilan etilib, uni tegaga besib oldi. Tez bo'linglar, tez uning ko'zini o'yinglar. To'xtab bo'lgan bo'lsa, darhol yenidan xanjarni elib, otryad boshlig'i Ahmad Darazaning yeniga yugurib keldi va Olvasning ko'ziga qadadi. Boshqalar ham tang yugurib kelib, Olvasning put-qo'lini tutib oldi. To'xtab bo'lgan bo'lsa, Olvasning ikkili ko'zini o'yib chiqarib oldi va yonartaq ishchiga tashladi. Otryad boshlig'i Ahmad Darazaning ostidan bo'lsa, qora ustiga ko'tarilib ketdi. Olvasning shundoqli yo'qoldi va butun atrof jimjitchilikqa to'ldi. O'nkirning yon tarafiga bo'lsa, bir nur tushdi. Amaliyotda bu yer ochiq yer bo'lib, qorong'ulik bu yerni yutib ketgan edi. Hamda u yermi echildi. Ular echilgan kamarning oldiga borgan vaqtida qo'yib ketgan o'rmonlikning yana bir tarafiga chiqqan edi. Ko'pchilik ishlar mushundaqla tugidimi? Aziz boy o'zining jini badiliga bizni qutuldirdi. Undaqda taq o'nkirdagi oltinlarcha. O'lgir to'xta, tayoq yekin kelyapti. Chaqchaq qo'ydi. To'xtaning chaqchiqi tugamasdan burunla yanardaq portladi. Portilgan ovoz bilan tala butkul o'nkirning ichi yanardaq lavasiga to'shib ketdi. Ko'pchilik bo'ldi, bu yerda tez ketaylik, tez bo'linglar. Mana oldinlarmi? Otryad boshlig'iga agishinglar. Olti odam bu xatarlik boylik izlash sabridan qaytdi. Gerçi ular hech qanday boylikqa erishalmagan bo'lsa-mu, shuni to'nib yetdiki, ittifoqlashish va bir-biriga bo'lgan mehr muhabbat, odamgarchilik deganlarning hammasi oltindan qimmat boylik ekanligini to'nib yetdi. Ular o'rmondan to'liq chiqib bo'lgan vaqt bo'lsa, butkul o'rmonlikni yanartaq lavasi qoplab yutib ketishga boshladi. Otryad boshlig'i, mening fikrim bor. Biz bir tiyinga erishamadik. O'lgir soldak, o'zining jinini qutuldirgani boylik emasmi? Sen soldak teriksanmi bek omad bo'lib ketsan-jima. Senmi meni teriktirishga amroq bo'lib ketding, ha? Ular olti birodar bir-biri bilan ko'ralashgunicha u yerdan ketib qoldi. Shuninglik bilan xatarlik boylik izlash sabrimi o'sha yerda tamom bo'ldi. Ularning keyingi ishlarining texmi qutuqliq va yaxshi bo'lishini umid qilamiz.